Ushbu videoda ko'rayotgan insonni zurriyotidan Baytullohning bo'lajak imomlari chiqsin, hofizi, Qur'onlar chiqsin. Do'stim, niyatim yo'qsa kanalga obuna bo'lasiz. Kelishdikmi? Bismillah. Mana shu videoda ko'rayotgan ko'zlaringiz jannatda Allohning jamolini ko'rsin. Do'stim, ushbu videoni ko'rayotganingiz singari bugunda o'zida tushingizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'ring do'stim. Do'stim, shunchaki niyat qilyapman, amin deb yozib chiqib keting. Amin deb yozganingiz singari 10 yelkangizdagi farishtalaringiz savob daftarchalaringizni to'ldirib tashlasin deb niyatlarning go'zalligini qarang. Bundan-da go'zal narsani ko'rsataman sizga, qarang. Bismillah. Voy, subhanalloh. Qarang, Qur'onimizni nihoyatda tiniq holatda yozilgan, qolaversa sarg'ish ranglar bilan yozilgan hisobiga ko'z nurlarini to'ldirmaydi. Maza qilib mutolaa qilsangiz bo'ladi. Bu kitobda ayniqsa arab alifbosini bilmaydigan insonlarga shunchaki jo'natib qo'ying, inshaalloh manfaatli bo'ladi. Kitobimizni aynan siz uchun, birodarim, Rossiyani qayerdan bo'lishingizdan qat'iy nazar mutlaqo bepulga yetkazib beramiz. Xarid qilish uchun +7 kodi bilan 953 159 96 06 raqamlariga WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Assalomu